molekulyar kristal panjarali moddalar berilgan javobni belgilang. Molekulyar kristal panjara bo'lishi uchun molekulyar modda bo'lishi kerak. Boshqa turdagi moddalar ham bor, atomar moddalar bor, ion moddalar bor, molekulyar moddalar bor. Molekulyar kristal panjara bo'lishi uchun metal moddalar bor. Molekulyar kristal panjara bo'lishi uchun molekulyar modda bo'lishi kerak. Endi variantlarni ko'ramiz. A variant: quruq muz. Bu karbonat angidrid, so'nggi molekulyar modda hisoblanadi. Odatda gaz bo'lish ehtimoli bo'ladigan moddalar, organik moddalar molekulyar modda bo'ladi. Suyuqliklarning ham ko'pi molekulyar modda. Quruq muz demak molekulyar modda, yod molekulyar modda, naftalin organik modda demak u ham molekulyar modda. B variant ko'ramiz. A to'g'ri keldi. B variant ko'ramiz. Azot gaz xususiyatiga ega, demak molekulyar modda. Olmos atomar modda, qattiq bo'ladi. Karbonat atomar modda, qattiq bo'ladi. Osh tuzi, tuzlarni deyarli hammasi ion moddalarga kiradi, molekulyar emas, qattiq bo'ladi ham. C javob ham B javob ham to'g'ri kelmaydi. C javobda osh tuzi bor, to'g'ri kelmaydi. B javobda olmos bilan karbonat to'g'ri kelmaydi. D javobni ko'ramiz. Muz bu suv. Suv molekulyar modda, odatda suyuqlik bo'ladi. Gallit bu atomar modda. Ohaktosh bu tuz, ion modda. D ham to'g'ri kelmaydi. Demak A javob to'g'ri keladi. To'g'ri javob A varianti.